Assalomu alaykum, xayrli kun aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek, bugun Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 38-kunini xuddi mana shu yerda start berdik azizlar. Shu yerda dam olgandik fursatga, xudo xolasa bu yoqqa qarab yo'lni yana davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab, duo qilib turgan duogo'ylarim, o'z vaqtini ayamasdan like, kommentariy yozib, videoni o'z yaqinlariga ulashib qo'yganlar aktiv uchun hammangizdan Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat. Qozog'istonlik mana bovurlarimga ham rahmat ulkan. Shunchalik ko'mak berib, yordam berib, shunchalik o'z yordamini ayamayapti. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan aziz obunachilar. Shu desanglar, bu yerda mana yana bir o'zbek akamiz. Assalomu alaykum akajon. Salomatsiz. Qayerdansiz? Namangan, Mashrab aka. Mashrab aka Namangandan Mashrab. Shu yerda povur bo'lib ishlaydi ekanlar mana shu kafeda. Zatingiz kim? Sirajdin, Sirajdin, Turkiston. Mashallah. Xudo xolasa yo'l davom etamiz. Mezun bo'lsing. Allohga omonatsiz, yorug' yuzlarda ko'rishaylik. Sog' salomat bo'ling. Yaxshi yetib o'ylang. Xo'p, rahmat. O'zbekiston olg'a avdalaymiz, xudo xolasa. Shu desanglar. Qabul. Keldik, bu tomonimizda qabul bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Shamol ko'rib turganlaringizdek, men o'zimga qarab bo'lyapti. Inshaalloh manzilga yetamiz. Qaytish yo'q. Issiq bo'lyapti lekin. Suv qolmadi, muhimi suv. Bir magazinga yetib olamiz inshaalloh. Magazinga yetib olishimiz kerak-da. Mana cho'lda, yo'lni bo'yida yelikim turibdi mana. Bir video obzor qilib sizlarga ko'rsatay dedim. Ot ishqibozlari bor barib oramizda. O'zim ham juda yaxshi ko'raman otni. Mashallah. Mana qaranglar. Bepoyon dalada otlar yurishini. Palochlari bilan. Bu yoq bepoyon. Yana. Qurib ketdi. Otlar. Bu yoqqa. Yaxshi, sizlarni ham tinchlaringni buzmaylik. Sekin yo'lda olib ketamiz. Keng dalada mazza qilib yuribdi otlar. Yoqsa like azizlar. O'tinglar O'zbekistonga. Uloqqa boramiz. Ana tushundim. O'tkazmay chegaradan deydimi, nima deydi? Yaxshi tushunmay qoldim-da. Ya Alloh. Zijentra mana zijentra. Toyota bu Toyota. Xayrli kun barchangizga aziz kuzatuvchilar. Men bu narsani so'ramasam, aytmasam bo'lmaydi. Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimiz 38-kuni. Bu videoni maksimalni tarqatib, like, kommentariy yozib, ko'proq odam ko'rish uchun Qoraqalpoq Respublikasidan kirmoqchiman azizlar. Hozirda chegara yopiq deyapti. O'tkazmaydi deyapti. Furachilar o'tkazadi deb eshitdim. Shuning uchun shu chegarada ishlaydigan O'zbekiston Respublikasi shu tamojnida ishlaydigan yurtdoshlarimiz ko'rsa, biron bir atvet yozsa, men shunga qarab harakatlanardim va unga shunga qarab ikkinchi variantni ko'rardim azizlar. Mana shu Qoraqalpoqdan hozir Atrovga qarab yuraman. Xudo xolasa, bir kun Atrovda bo'lsam, Atrovdan keyin Benovdan keyin Nukusdan kirmoqchiman, to'g'risi Qoraqalpoqdan kirmoqchiman. O'shaning uchun maksimal videoni tarqatinglar iltimos. Podpishka qilib, qo'llab, kommentariy yozib,
Qoraqalpoqda chegarada ishlaydigan davlat xizmat xodimlari ko'rib kelavering, o'tkazib yuboramiz yoki yo'q o'tkaza olmaymiz degan gapi kerak menga, iltimos sizlardan. Hammangizga kattakon rahmat. Xudo xolasa harakatdan to'xtamaymiz. Inshaalloh. Soyada hozir biroz damlab o'tiribman. Rahmat hammaga. Xudo xolasa yorug' yuz bilan qaytamiz azizlar. Hozir Mergen ovulning yonidaman. Ichkari kirsangiz Mergen ovuli ekan. Qozoq bog'larimdan o'ta xursandman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmen, O'zbekiston, Turon xalqi Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh uddalamiz. Rahmat hammaga. Aziz obunachilar, mana Qozog'istonlik burtug'ollarimiz peshin chayga chaqirib, mana salfetkalargacha berib, mana Alloh rozi bo'lsin, mashalloh. Mana shokoladlarni berdi, shokoladlardan Qozog'iston shokoladlaridan o't. Apay ko'kay o't. Bari shay bilan qazi, qarta dehqon qilib, Alloh rozi bo'lsin. Qurdik, dada qurdik. Mana azizlar, qo'rqib mana cho'lda qanday bo'ladi? Mana cho'lda mana shunday to'xtab, Qozog'iston xalqi mana shunchalik mehmon qilib, issiq choy, qorinni to'g'ri shokoladlargacha berib buni o'tkazadi. Mana Qozog'iston qo'naqjoyligini berib o'tir. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rasmga tushyapmiz mana Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin barchasidan. Пленка кончилась. Я уже консерватор могу отсыпать рядов. Он телефон хорошо фоткает. Ага. О! О! YouTube'da ko'ramiz. Ya YouTube'da ko'rasiz qo'y. Yo'ldan qoldirmaylik. Sizlarga da ulkan rahmat. Rahmat. Qalay ating? Javlonbek Alimovich davlatchilar. Qozog'istonlik bog'larimiz o'tib, sirrazi to'xtadi. Gap yo'q, to'xtab turdim bo'lmasa hozir. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Burtug'onlarimdan o'tdi. Quvonchdan bazar yo'q. Assalomu alaykum. Videoga olaman qo'y. Ya yo'q. 60 kilometrga boradi. Ya yo'q. Birlikda juramiz. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Atingiz kim? Qadirxon. Qadirxon Javlonbek meni atim. Altınbek. Altınbek, Javlonbek. Miranbek. Miranbek, Javlonbek. Ya sizning atingiz qana yerda? Gastiniца qo'y, ya. Ya, bazar yo'q. Qayda qoradsiz? O'zbekiston. Nima ishimda borasan? Kafe bor bizda yana yoqda ishda. Ya, yo'q, men. Yer bor, baza bor, 60 kilometr yer bo'lsa, asfaltga yetegin. Yo'q, degan avul. mana bu yerda bir avul bor ekan qo'y, bir. Tranzit. Ya. Kafe bor. Kelib qoldim. O'singa harakat qilyaptirman qo'y. So'nganbay. Jay, bari bazar yo'q. To'xtagin. Peter, Sankt-Peterburg o'rda. O'zbekistonga to'p. O'zbekistondan qachon chiqding? O'zbekistondan Peterdan kelyapman, Peterdan. Peterdan beri qaragansiz. Ya, ber. 38 kun bo'ldi bu. Instagram bormi? Instagram bor bari. Подписка bosib qo'yish, videoni ko'rasiz. Bazar yo'q. Mana shu yerda aziz obunachilar, mana Qozog'istonlik bog'larimiz, mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda hozir to'xtab, cho'lda men Belarus traktori videoga olib ko'rsatib turdim, hozir sizlarga ko'rdinglar. Sirazi ko'rib, to'xtab nima bo'ldi ekan deb yordam ana qilib, gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin bog'lar. O'zimizda ye bor, ujun bor, tamoq bor. Yo'q. Rahmat. Qamaldarmiz bizda liniyada. Tushundim qo'y. Davay. Hozir shu. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Qanday salomatsizmi? O'zlar. Urani o'ldirib yuboribsiz lekin. Alhamdulillah, Allohga shukr. O'zingiz qanday? Ismingiz aka? Aslbek, Javlonbek mening ismim. Sirdaryo Sarobod tumanidanman, sizchi? Men Surxondaryo Sheroboddanman aka. Sherobodbek aloqagami? Joningiz bor. O'zingizdan kelyapsan. Peterdan, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga. Bugun 38 kun bo'ldi. Mashalloh. Sizlarmi? Sizdan?
Shuni to'xtab nima xizmatda turganingiz o'zi katta baxt. Rahmat. Yo'q, hammasi yaxshi. Yo'q, yaxshi. Mana hozir bu yerda hozir birgida turib 5-6 kilometrmi, 10 kilometrmi, 15 kilometrdan keyin gaziniya bor ekan, shu yoqqa boraman hozir. Bular ham hozir ortek tashab qo'yaman deydi. 60 kilometrgacha. Yo'q, rahmat. Yo'q, vilikda harakatlanaman. Charchasak ham. Tak otilganda lavz. Instagram bormi? Qaytishga bosib qo'ying. Obunachilar. Mana bulutlar. Mana ochiq tabiat. Mashalloh. Mana qaranglar, mashinalar o'tadi, ketadi. Mana cho'l. Eng muhimi nimadir ko'ryapsizlarmi? Hozir yaqinlashtirishga harakat qilaman. iPhone bari iPhone ekan lekin. Traktor Belarus. Gap yo'q. Eng muhimini aytsam, azizlar, juda ham xursand bo'ladigan narsa meni shunchalik xursand qiladi. Nima desam bo'ladi? Uyali aloqa antenasi bor-ku, mana telefon antenalari. O'shalarni ko'rsam xursand bo'laman-da, yanada tez haydayman-da, uzoqdan ko'rsam. Nimaga? Chunki o'shaning yonida bir xavfsiz bir nima deydi, qalami, nima deydi, ovulmi bo'ladi-da, qishloq bo'ladi-da. O'shaning uchun mana qaranglar, hozir to'xtab video qilib olib, mana qaranglar. Masalloh, qaranglar. Antenani ko'rib xursand bo'ldim. Negaki ovul borda berdi. Bu yoqda mana qaranglar. Otlar. Xavfsiz joyga kelib oldik, xudo xolasa inshaalloh. Duo qilib turganlar, padeshga qo'llab-quvvatlab turganlar, hammangiz Alloh rozi bo'lsin. Harakat qilamiz. Inshaalloh mana. Xayrli kech hammaga, kuzatuvchilar bilan ishonmaysizlar, mana qaranglar. Vapshe mazza ishoninglar. Sayohatga chiqib turinglar, mana bunaqa bulutlarni ko'rib. Mana bu yoqdan yomg'ir orqadan qo'lab kelyapti. Allohimga ming shukr. Ming trilliard hamd sanolar bo'lsin. Qaranglar, bandasini qiyinchiliklardan, ham shuncha narsalardan, yomg'irdan mana qaranglar saqlab olib kelishni. Hozir mana yerda gaziniya bor ekan. Mehmonxona, choyxona ekan. Cho'lda mana qaranglar azizlar. Allohimizga hozir shu yerga kiraman, yomg'ir yog'adi shu. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Shuning uchun har bir ishingizda Allohga tavakkal qilgan holda bismillah deb Allohga tavakkal qilib qiling. Mashalloh, mana qaranglar, mana yomg'ir hozir kelyapti. Orqadan. Ya Allohimizga shukr. Bulutni qaranglar. Mana realni yomg'ir mana. Biroz oldin o'zi yog'ibdi mana. Yerlarga menimcha suv sepib svet qilmasa kerak. Maşallah. Ana sizlar. Maşallah. Ana azobunachilar. Havo bulut. Yomg'ir rostakamga kelyapti. Ey yo'g'o hala. O'zimizni bug'arishga uratadilar. Assalomu alaykum. Charchamay keldingizmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Ismingiz? Ozodbek. Buxorodan. Qayerdan endi? Rometandan. Rometan, mashalloh. Sirdaryo viloyati Salobod tumanidan Javlonbek ismim aka. Ketyapsiz? Ketyapman aka. Peterdan. Peterdan ketyapsiz? Sankt-Peterburgdan 38-kun bugun. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Siz ham Buxorodan ham. Ismingiz?
Shohnazar. Shohnazar, Javonbek men ismim. Assalomu alaykum. Ismingiz? Shuhrat. Mashalloh. Mana akalarimiz Sirdaryo viloyati Sardobad tumani. Mana azonasini aytdim-ku hozir. Yomg'ir yog'di shu. Ana, alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Sharaqlatyapti. Yili ichkariga kirib qo'ydim.